Assalomu alaykum qarindoshlar. Yuqoridagi yozmani Mirkamil Qashqarli yozmagan bo'lsa-mu, men Mirkamil Qashqarli yozdi deb so'z qilishimning sababi nima desa, buningga o'xshash narsalarni shu Mirkamil Qashqarliga o'xshash odamlar yozadi. Mirkamil Qashqarlining yozayotgan bo'libmi shu Qur'onchilar deb turib yozayotgan narsani Qur'onni o'qigan bir inson Mirkamil Qashqarlini Qur'onga qarshi chiqqan, islom diniga qarshi chiqqan bir inson kemago. Aşı Mekke müşriklerinden hech qanday farqi yo'q ekan buningki. Şu Mekke müşriklerimi dunyoni kim yarattı desa Allah deydi. Kim öldürdü, kim tirildirdi desa Allah deydi. Kim kech qiladi, kim kunduz qiladi desa Allah deydi. Hatta rizqini o'zimning tirishchanligimdan keldi demek, yani Allah beradi deb ashundaq e'tiqod qiladigan ashundaq bir müşriklar. Ular dinga ishonmaydigan odamlar emas. Dinga ishonmaydigan odamlar emas. Ular sizlar qaysi dinda desa İbrahimning dinida deydigan ashundaq kishilardir. Muhammed alayhissalom İbrahimning dinining aslini akagan chog'da cho'g desa Muhammed alayhissalomga qarshi chiqib mushrik bo'ldi. Endi mushu o'ydirilgan dinning ichiga kirib qolgan mushu insonlarga Qur'onning haqiqiy mohiyatini o'ttirib qo'yib, ma narsalar Qur'onda yo'q. Bu bizga Qur'onda baqilib, islom dinida baqilib bir uqum paydo qilyapti. Shuni Qur'onda bor deb millatning 99%, hatto 1999'i Qur'ondagi dinga e'tiqod qilyapmiz deb tushunaylik. Shuning uchun bu narsalarning Qur'on bilan aloqasi yo'q desak, aşı Mekke müşriklerine o'xshash Qur'onga qarshi chiqayotgan bir sash Mirkamil Qashqarli degan. Bunun mushu Qur'onni yetkazayotgan odamlarga qarata yezib ketgan narsalarni o'qisangiz ko'nglingiz ilishidi. Yelimi mushu Qur'onni tashviq qilayotganlar shuning aşı yozgan narsani ko'taryapti, ko'taryapti. Endi bu o'ylamaydiki, to'xta. Bu Allah mandat dedi davasa, peygamber mandat dedi deb qarshi chiqsam. Allah mandat dedi desa, olimlar mamesilde birlik kelgan deb qarshi chiqsam. Qur'onni yetkazayotgan odamni viruslar desam. Virus degan nima? Sirtdan yuqqan narsa. Bir narsani buzgan narsa. Virusni men tasvirlab bermasam-mo, ular toza biladi. Mush anglag'uvchilar hammaga virus deganning qanday narsa ekanligini toza obdan bilishdi. Qur'oncha desa bu dinning asli. Qolgan hukmlarni kechiringlar. Qolgan hukmlarni hukm deb, din deb e'tiqod qilayotganlarcha desa, shu dinning asliga e'tiqod qilmay, shu virusni qo'shib e'tiqod qilayotgan odamlar. Allah'ın kitabı çağırgan insanlarni virus degan odam butunlay bulg'angan, bir peslikning ichiga kirib qolgan, bir mushrik bo'lib ketgan, dinsiz bo'lib ketgan, o'zining qanday dinga e'tiqod qilayotganini bilmaydigan inson Allah'ın kitabı çağırgan odamni mikroblar, viruslar deganga o'xshash jumlalarni ishlatadi. Xuddi shu Mekke müşrikleri biz İbrahimning dinida deb turib, Allohga ishinib turib, Muhammed alayhissalom shu İbrahimning dinini akagan chog'da qarshi chiqqandek, Qur'onning haqiqatini o'ttirib qo'ysa, o'zining qaysi o'ringa tushib qilayotganligini bilmay bir narsalarni yezyapti Mirkamil Qashqarli. Yana qanchalik yozadi Alloh o'zi biladi. Mushlarning mushi yezyotgan narsalarga qarab Rasmuşlar muşu Kur'an'a iman keltirgen insanlarmıdır? Rasmuşlar kıyamet günü Allah'ın bir insandan hesap alıdığanlıqını, insan bir hesap bergücü, bir cevapkar bir narsa ekanligini iman keltirem deganda, şu kıyametteki hesapga iman keltirem deganda, iman keltirgen adamның ağızdan mana muşunun o'xshash gap chiqqam deganda deb har qandaq bir Qur'onni o'qigan, Qur'onni tushungan, Allah nimini halal deyapti, nimini haram deyapti, nimalarni imonga shart qilyapti. Qandaq narsalarga qandaq hukm bergan Allah. Dunyoda imonga shart qilingan va uningdan boshqa nurg'un hukmlar islom nomidan o'tirg'i chiqib qolgan tursa,
chiqib qolgan tursa, ma Qur'onga chaqirgan odamni viruslar da'vatadi, ma qanday inson bu deydi endi. Qur'onni azroqli o'qigan, azroqli bilgan odam. Qanday inson bu deydi. Endi mushu insonlarga mushu gaplarni qilsaqchi desa, yana to'xtamay g'aljirishdek o'zining qo'rqini o'zi talab, bir joyda peyqirab Qur'onga qarashtirib o'tadi. Sen Qur'onning dinini yetkazayotgan, ya'ni Allohning dinini, islom shu Qur'onning ichida. Shuning uchun o'zgarmaydi bu. Shuning uchun Muhammad alayhisolamning keyinda payg'ambar kelmaydi. Muhammad alayhisolamning ib kelgan dini qaysi desa, hech kim hechani ko'z tipiranmaydi. Shu Qur'onni ko'z tipagan odam eng to'g'ri javob bergan odam bo'ladi. Eng to'g'ri javob bergan odam bo'ladi. Lekin Qur'onga bo'lgan tushunchalar har xil bo'lishi mumkin, lekin Allohning dini-chi desa, shu Qur'onning ichida. Endi mushu Qur'onni Allohning dini, Allohning kitobi deb turib so'zlayotgan mushning kelayli biz yomon cho'ng jiq virusning ichiga, jiq qalaymiqanchilikning ichiga kirib ketgan, bulg'unib ketgan, shu sababdan butun dunyo musulmonlari va Uyg'urlar asosiyatdan orqada qilish sababchi bo'lgan narsa shu virus kirib ketganlik uchun butunlay virusni biz din deb e'tiqod qilib qolganlik uchun mushalg'a tushdik deb Qur'onni o'tirib qo'ysa, Qur'onni o'tirib qo'ygan odamni virus da'vatida shu Mirkamil Qashqarli virus da'vatida. Unda qo'sa sen Qur'onni o'zing bilsang, shu Qur'onni so'zlayotganlar Qur'onga xato gap qilayotgan bo'lsa, sen har doim mediada ekranga chiqib so'zlayotgan bir odam, chiqmagan odam emas. Seni bir odam ko'rib qolsa, bezat atib ketgidek nameram emassan bir odamga. Nameram bo'lgan odam emas. Erkak bo'lsang chiqib, qaysi mediaga chiqsang chiqib, shu Qur'on bilan Qur'onni o'tirib qo'yayotganlar bilan bir munozirlashib baqsang bo'ladi-ku. Allohning oyatlari to'g'risida munozirlashib, paranglashib, nemining to'g'ri, nemining xatoligini mushu millatga sunsang bo'ladi-ku. O'zingning da'vatqini to'g'ri bo'lsa, millat shu sahnada sen to'g'ri bir narsani o'tirib qo'ya olsang, millat Ma'mir Kamilning yezayotganining asosi bor ekan deydi. Qo'yanmay qolsang-chi desa, Qur'onga chaqirayotgan odamni virusga chaqiryotdi, viruslar deydigan ishing bo'lsa, asosiyatdan sen boshqa dindik odam bo'lsa, Qur'onni o'tirib qo'yayotgan odamlar bilan chiq, munozirlash. Men o'tgandimi deb qo'ydim. Men chiqmayman. Chiqasan Abdukiram Zoir bilan chiq, hammang chiq, qaysing chiqsang chiq. Qaysing chiqsang chiqib, mediaga chiqib, millatga dinning nima ekanligini bildi. Qur'onga bo'lgan tushunchangni o'tirg'a qo'y dedik. Mushu Mirkamil Qashqarlimi kichik qalaymigan narsani yezib, millatni qaymoqtirib, o'zini mushu halga tushagan xurofot, bid'at, shu apog'ujining ideyasidak bir narsani millatga tengib, haqiqiy Allohning kitobiga chaqirgan odamni mikrob da'vatgan bo'lgandan, virus da'vatgan bo'lgandan chiqib ekranga chiqib shu odamlar bilan so'zlashsa bo'ladi. Lekin bu bir aljiganli bir insonga o'xshashlar. Buning yezayotgan narsalarining ajoyib insonni dindan chiqarib o'tadigan, iymondan chiqarib o'tadigan, hech qanday zarishlik iymon qo'ymaydigan bir narsalarni din deb yezib o'tadi bu. Yani o'zining bir shaxsiy muddaosini tingib, haqiqatni o'tirib qo'yish emas, boshqalarni yengish maqsadida asosiyatdan oljiyotadi. Chunki uning din da'vatgan narsasi din emas. Qur'onni o'tirib qo'ygan odam virus bo'lamdi yoki Qur'ondan boshqa narsalarni din deb e'tiqod qilayotgan odam virus bo'lamdi. Asli virusning o'zi. Virusning nadaligini bilmasdan bir narsalarni virus deb yozadi bu.